Assalomu alaykum, hurmatli talabalar, hurmatli tinglovchilar. Pul va banklar fani bo'yicha navbatdagi yana video darsimizni boshlaymiz. Sizlar bilan bugun navbatdagi mavzumiz tijorat banklarining operatsiyalari deb nomlanadi. Men Moliya bank shifrasi o'qituvchisi Sheraliyev Obod sizlar bilan bugungi mavzuni ko'rib o'tamiz. Demak, mavzumizning rejalari, savollari: birinchisi tijorat banklari passiv operatsiyalari, ikkinchisi tijorat banklarining aktiv operatsiyalari. Tijorat banklari odatda 3 ta turdagi operatsiyalarni amalga oshiradi. Birinchisi aktiv operatsiyalar, ikkinchisi passiv operatsiyalar, uchinchisi aktiv va passiv operatsiyalar. Aktiv passiv operatsiyalarga komission, vositachilik va ishonch guruhlari operatsiyalari ham deb ataladi. Aktiv passiv operatsiyalar. Tijorat banklarining passiv operatsiyalari asosan 4 ta shakl mavjud. Birinchisi qimmatbaho qog'ozlarni muomalaga chiqarish yo'li bilan resurslar yig'ish, ikkinchisi foyda hisobidan har xil fondlarni tashkil qilish yoki fondlar summasini oshirish, uchinchisi boshqa kreditlarning mablag'larini jalb qilish va to'rtinchisi depozit operatsiyalarini amalga oshirish. Tijorat banklarining passiv operatsiyalari turlari odatda ikkiga bo'linadi: o'z mablag'lari bilan jalb qilgan mablag'lari. Odatda o'z mablag'lari qimmatli qog'ozlarning dastlabki emissiyasi hisobidan yoki foydadan ajratilgan hisobidan shakllanadi. Jalb qilgan mablag'lar esa boshqa banklardan yoki yuridik shaxslardan olingan qarzlar hisobiga yoki depozit operatsiyalar hisobidan shakllanadi. Passiv operatsiyalar. Tijorat banklarining resurslari bankning o'z mablag'lari va jalb qilgan emitentlashgan mablag'lar hisobidan shakllanadi. Yuqorida keltirilgan passiv operatsiyalarning birinchi va ikkinchi shakllari bankning o'z mablag'lari yuzaga keladi. Qolgan oxirgi ikki shakl esa kredit resurslarining ikkinchi qismi, ya'ni jalb qilgan resurslar hisobidan yuzaga keladi. Bankning endi o'z mablag'lariga quyidagilar kiradi. Birinchisi bankning ustav kapitali, ikkinchisi rezerv kapitali, maxsus fondlar, moddiy rag'batlantirish fondi, taqsimlanmagan foyda va boshqa har xil tashkil qilingan fondlar kiradi. Amaliyotda bank passivlarining qariyb 20% banklarning o'z mablag'lari hissasiga to'g'ri keladi. Banklarning o'z mablag'lari ichida asosiy o'rinni bilamizki, ustav kapitali egallaydi. Bankning ustav kapital tarkibi biz yuqorida keltirib o'tilgan kapitalning bir qismi, ya'ni ustav kapital, risklarni qoplash uchun tashkil qilingan rezerv fondi, taqsimlangan foyda kiradi. Banklarning ustav kapital funksiyalari odatda bajarish funksiyalari bank kreditorlarining manfaatlarini himoya qilish uchun, bank faoliyatining barqarorligini ta'minlab turish uchun, bank faoliyatini boshqarish kabi funksiyalarni bajaradi. Bankning ustav kapitali ularning majburiyatlarini bajarishning asos bo'lib xizmat qiladi. Bank kreditlari hisobidan banklarning ustav kapitalini tashkil qilish mumkin emas. Demak, bank kreditlari hisobidan bankning ustav kapitalini tashkil qilish mumkin emas. Tijorat banklari balansining passivning asosiy ulushini majburiyatlar jalb qilgan mablag'lar tashkil etib, ular hajmi bank resurslarining tarkibida 85-90% tashkil etadi. Demak, asosiy o'rinni bankning passivlar tarkibida asosiy o'rinni jalb qilgan mablag'lar egallaydi. Eng aktiv passiv operatsiyalarga quyidagilar kiradi. Mijozlarning debitor qarzlarini inkassatsiya qilish, mijozlarning topshirig'iga ko'ra ularning qimmatli qog'ozlar, nodir metallarni sotib olish yoki mijozlarning tegishli mulklarini, qimmatli qog'ozlarini joylashtirish, mijozlarga yuridik va boshqa sohalarda maslahatlar berish, mijozlarning qimmatli qog'ozlarini underwriter sifatida joylashtirish. Bunda bank qimmatli qog'ozlarni o'z nomidan bozorga joylashtiradi. Bunda bank underwriterga aylanadi, ya'ni kimningdir mijozning qimmatli qog'ozlarini o'z nomidan joylashtirib beradi. Demak, mana bu yuqorida ko'rib o'tilganlarimiz bu bankning passiv operatsiyalariga kiradi. Endi bankning aktiv operatsiyalarini ko'ramiz. Demak, tijorat banklarining aktiv operatsiyalari iqtisodiy mazmuniga ko'ra 6 turga bo'linadi. Birinchisi sud operatsiyalari, ya'ni kredit operatsiyalari, keyingisi investitsion operatsiyalar, hisob-kitob operatsiyalari, valyuta operatsiyalari, kassa operatsiyalari va kafolatlar berish operatsiyalari bu demak bankning aktiv operatsiyalariga kiradi.
Endi bir ko'rib chiqamiz. Misol uchun sud operatsiyalari. Sud operatsiyalari orqali banklar mamlakatdagi faoliyat yuritayotgan mulkiy shakldan qat'iy nazar barcha xo'jalik subyektlariga tegishli kreditlar beradi. Bu sud operatsiyalari. Ma'lumki, bank kreditlari 1 yilgacha qisqa muddatli, 1 yil va undan ko'p davrga bo'lsa uzoq muddatli kreditlarga bo'linadi. Sud operatsiyalari bu bank resurslarini kredit sifatida joylashtirish operatsiyasi ham deb ataladi. Kredit hozirgi davrda barcha mamlakatlarda tijorat banklarining aktivlarining asosiy qismini tashkil etadi, ya'ni kredit operatsiyalari. Misol uchun, professor Laushin tahlili ko'rsatadiki, kreditlar tijorat banklarining aktivlari tarkibida 82% gacha bo'lgan ulushni tashkil etadi. Ya'ni bank aktivlarining tarkibida, demak, kreditlar 82% gacha bo'lgan ulushni tashkil etadi. Keyingisi investitsion operatsiyalar. Investitsiya operatsiyalarida banklar xo'jalik yurituvchi subyektlar va davlatning qimmatli qog'ozlariga moliyaviy mablag'lar joylashtiradi. Ya'ni qimmatli qog'ozlarni sotib oladi. Fond operatsiyalari. Banklar qimmatli qog'ozlar bilan operatsiyalarni amalga oshiradi. Bu fond operatsiyasi deb ataladi. Shuningdek, fond birjalarida oldi-sotdi qilinadigan qimmatli qog'ozlar va veksellar bilan operatsiyalarni bank amalga oshiradi. Keyingisi hisob-kitob operatsiyasi. Bu banklar orqali mijozlarning to'lov majburiyatlari bo'yicha to'lovlarni amalga oshirish, bankning o'z majburiyatlari bo'yicha to'lovlarni amalga oshirish operatsiyasi hisob-kitob operatsiyasi deb ataladi. Keyingisi valyuta operatsiyasi. Tijorat banklari valyutalarni va valyutaviy qimmatliklarni sotib olish va sotish bilan shug'ullanadi. Bu bankning valyuta operatsiyasi deb ataladi. Keyingisi kassa operatsiyalari. Odatda tijorat banklari mijozlarga naqd pul beradi va ularning naqd pullarini qabul qiladi. Mana bu kassa operatsiyasi. Keyingisi kafolat berish operatsiyasi. Kafolat operatsiyasi bu bank tomonidan mijozning majburiyatlari bo'yicha kafolat berishdir. Bank beradigan kafolatning ikkita turi mavjud. Birinchisi mijozlarning to'lov majburiyati yuzasidan beriladigan kafolat bo'lsa, ikkinchisi mijozning yetkazib beradigan tovarlar sifati uchun beradigan kafolat bo'lib hisoblanadi. Banklar yirik va yuqori darajadagi to'lov qobiliyatiga ega moliyaviy muassasa sifatida kompaniya, korporatsiya va boshqalar uchinchi shaxs sifatida kafolat berishi mumkin. Albatta, beriladigan kafolatlar evaziga ma'lum darajadagi foyda olishni rejalashtiradi. Ya'ni bu ham bir ma'lum haq evaziga amalga oshiriladi. Xo'sh, tijorat banklarining aktiv operatsiyalar balans aks ettirishiga ko'ra ikki turga bo'linadi. Balansdagi operatsiyalar yoki balansdan tashqari operatsiyalar. Balansdan tashqari operatsiyalarga kafolat berish, akkreditivlar ochish, valyuta operatsiyalar berish, qimmatli qog'ozlar, blankalarni saqlash kabi operatsiyalar va balansdan tashqari operatsiyalar deb ataladi. AQSh banklarida balansdan tashqari operatsiyalar yuqori darajada rivojlangan bo'lib, ular 30 dan ortiq turi mavjud. Tijorat banklari passiv operatsiyalar orqali o'zlarining resurs bazasini ham shakllantiradi. Tijorat banklari resurslarni tashkil topish manbalariga ko'ra ikkiga bo'linadi: depozitli manbalar va depozitsiz manbalar. Depozitli manbalarga muddatli depozitlar, jamg'arma depozitlar kiradi. Talab qilib olinadigan depozitlar tijorat banklari uchun resurs manbai bo'lib hisoblanadi. Depozitsiz manbalarga quyidagilar kiradi: banklarning umumiy kapitali, ya'ni o'z kapitali, Bazil qo'mitasi bo'yicha buni regulyativ kapital ham deb deyiladi. Bankning qimmatli qog'ozlarini sotish natijasida olinadigan pul mablag'lari bu depozitsiz manbalar deb ataladi. Bankning aktiv operatsiyalari daromad keltirishiga qarab ikkiga bo'linadi. Daromad keltiradigan, ya'ni kredit investitsiyalar, daromad keltirmaydigan erkin zaxiralar, moddiy aktivlarga bo'linadi. Aktiv operatsiya riskga tortilgan darajasiga qarab 4 guruhga bo'linadi. Riskliga qarab, bu birinchi guruh riskdan ozod bo'lgan aktivlar 0%, ikkinchi guruh minimal risk darajasiga ega bo'lgan aktivlar 20%, uchinchi guruh o'rta risk darajasiga ega bo'lgan aktivlar 50%, to'rtinchi guruh yuqori riskli aktivlar deb ataladi. Bank aktivlari likvidlik darajasi ham 4 ga bo'linadi. Yuqori likvidli aktivlar, qisqa muddatli likvidli aktivlar, qiyin realizatsiya qilinadigan aktivlar va past likvidli aktivlarga bo'linadi. Demak, mana bugungi mavzumiz shulardan iborat. Bizda adabiyotlar ro'yxati keltirilgan. E'tiborlaringiz uchun rahmat.